Apam tor məstanisi bo'lib qoldi. Şundaq keçdimi torga chiqib otamsa? Apa, ati yakshanbaga birdan torga chiqsam nima bo'pti? Bo'lmaydi. Qandaq gap bu? Shu, qara, ochangma xafa bo'lyotidi. Albatta xafa bo'lmanda. Bir kun kechgacha kompyuterning oldida o'ltirsam qandaq bo'ladi? Unda qilsa salomatlikka ta'sir etadi. Shundaq-ku dadi. O'g'il, mayli, yomon men torga chiqolmay qoldim-da. Apa nerda? Tordashlardan keldim. Nima qilyapsiz? O'zingiz nima qilyapsiz? Atdeganda odamni qo'rqitib. Tunugin to'rxonaga kirgan. Xo'shan to'rda bir qiz bilan paranglashib chiqdim. Xo'shan to'rda men shu yango degan siz emasdirsiz? Siz ejderha qiz degan sizmi? Kechasi to'rga chiqdilarmi? Nimga yaxshi? Qandaq gap bu? Bu uyda to'rga chiqqan hammalar bu yoqqa chiqinglar. Nima? Sizmi to'rga chiqqanmi? Shundaq 3 qatim chiqqan. Nima? Shu tunugin kiyimlarni yig'iqcha 3 qatim chiqdim-ku. Men internet to'rini deyman, bexatarlik to'rini demadim. Bu oylik to'r haqqini ko'rib yiqinglar-chu. Apa, bo'ldi gap qilmanglar. Bugundan tatib qaysinglarning to'rga chiqqaninglarni ko'rib qolsam, oilamizning qoidasi bo'yicha qattiq jazolayman. Aytinglar, oilalarning qoidasi zodi qandaq? Bundagi tamoqni dadalar aytadi. Herkes to'rga chiqmaymi? Herkes chiqmaymi? Nimaga qarab tursizlar? Qo'limdagi narsani olmamsizlar? Qo'lingizdagi no'g'u og'im bor. Biroq bu sizning uyingiz emas, Chin xonim. Jo xonim. Chin xonim, o'zingiz yolg'iz talla bozorga bordingizmi? Harxansiz. Qanday qilaman? Uyda ishim qolmabdi emasmi? Ha, bu 404-uymi? Shundaq. U men buyurtgan narsa. Qani kiringlar. Jo xonim, qaysi talla bozordan oldingiz? Texi o'zi akab berdi ekan, menga tanishtirib qo'ying, ha? Talla bozordan emas, to'rdan oldim. Ha? To'rdan? To'rga chiqibmi? Shundaq Chin xonim, hozirgi bu jamiyatda hamishqa chepitli yursangiz bo'lmaydi. Mendek qilmamsiz. To'rdan bir narsa olsangiz ham qulaylik, ham moda narsalarni ola olasiz. Ajab maqtab ketdingiz. Ha? Nimandaq arzon? Bilmamsiz, to'rda sotgan mollarning bahosi arzon, sufitimi yomon emas. Ko'rib boqaychi. Rostli yaxshikan bu qo'njoqni rost odamdaklar yasabdi. Ha? Oy. Hay, o mening qizim. Kechiring. Kim kompyuter chuvayman debdi? Amisi bu
o'ylab baqsam, ancha-muncha to'rga chiqqanning foydasi bor ekan. Masalan, to'rdan bir narsa olsa, yana nimati ishqilib, eng muhimi tepidagi Jo'xonim meni mazoq qilmasila bo'ldi. Opa, endi sen o'g'itib qo'yaymi? Jo'xonim o'g'inalgandan keyin cho'qim tas emas, o'zim o'g'inaman. Keyin to'rga chiqib, erxat avatalaydigan, to'rdan mol setib olalaydigan bo'lib ketaman. Bo'pti, opa, bugun kompyuter sening bo'ldi. Aldirmay o'g'inasan, ha? Ma'qul, amsi menga daxli qilmay chiqib ketinglar. To'xtanglar. Yaxshisi, yana sizlardan bir nimani so'rab olay. Nimani? Kompyuterni qanday qo'zg'atadi? Xonim, charchamadingizmi deyman? Chin xonim, bilmadingizmi? Talla bozordagi mallarning bahosini tushiribdi, tez bering. Talla bozordagi mallarning bahosini qanchalik tushirib ketadi? Ish qilib men avorchilikdan qutuldim. Qaysinglar chin xonim? Men tez ustiga chiqib bering. Chin xonim, uyga mal yetkazib beradigan qaysi talla bozor ekan u? Talla bozor emas, bularning hammasini to'rdan oldim. To'rda? Hozirgi bu jamiyatda hammalar ishga chepib jursanglar bo'lmaydi. Menda qilmamsizlar, to'rdan bir narsa olsanglar, ham qulaylik, ham moda narsalarni ola olasizlar. Uning ustiga bahosimi shundoq arzon. To'rdimi? Bizga o'g'itib qo'ying. Endi yaxshi bo'ldi, opamni to'rga mastani bo'lib qoldi. Bundan keyin to'rga chiqsak, opamni xafa bo'lmaydigan bo'ldi. Kechdi to'rda ishlarimdan kerchalar ham bo'ldim. O'ylasamni xush bo'lib ketyapman. Men shu yong'oqqa yana uchrab qolmasam bo'ladi. Turib turinglar, to'rga chiqib bir narsa ko'rib olay. Opa, 3 soat bo'ldi, charchamadingmi? Jib turinglar, men aldirash. Bir narsa oldiganga shundoq uzun vaqt ketamdi. Hammani ep bo'ldim. Hozir to'rdoshlarim bilan paranglashib-o'tiraman. To'rdoshlaring bilan? Xonim, Jo'xonim, 3-yanga, 8-acha qatorliqlar bilan. Opa, ular bilan paranglashib-o'tamsan, chataq bo'ldi. Opam ularga Jo'xonim, xatni xato yozib qo'yibsiz. Xato yozib qo'yibdiman. Davomli paranglashak. Aldırmay yanglar, ha? Tezliksak bo'lmaydi. Necha kun bo'ldi, opam kompyuterning oldida bir o'ltirib olsa, 10 necha soatgacha turmaydi. Buni bilamsan, dada. Shu tamoqni yapilib kompyuterni egallab olamiz, shunda opam to'rga chiqmaydi. Tezroq keling. Bu bo'ladigan amalga. Opamchi, u nimish tamoq yemaydi. Dada. Sizlarga deyishni unutib qoptiman. Opanglar tamog'ini akirib ketdi. To'rga chiqqach yeydi-ku. Bo'lmabdi. Yaxshisi amal topaylik bo'lmas, opam to'rga mastani bo'lib qoldi. Ma'qul. To'rga chiqinglar. Sizlar mol boqquchi degan kinoni ko'ryapsizlar? Acha, sizmi mushu kinoga amraqkansizda? Men degan kino mastanisi jumu mumkin emas. Bu kinoni qo'ydig'ini men hajab bilmaydi ekanman-ku. Sana deyishni unutib qopdik. Uyga raqamli televizor o'rnatgandik. Qandaq nima ekan u? Yaxshi. Bundan keyin qanday programma ko'makchi bo'lsang, o'zing tanlab kelsang bo'ladi ekan. Uning ustiga o'tirlig'ida e'lon yo'q ekan. Qanchalik ko'rganingiz bo'lsa, shunchalik ko'rsangiz bo'ladi ekan. Rasma, amsi ko'rib boqaychi. Men keldim.
Xotin, siz to'rga chiqmay televizor ko'rib o'ltirib ketibsiz-ku. Bu kinoni ko'rib bo'lishga necha kun ketadi ekan? To'rga chiqadiganga nedik vaqt deysiz? Shayxi acam oxiri to'ri mastanisi bo'lib qolmaydigan bo'ldi. Kompüter axir man qoladigan bo'ldi. Men ishildiman. Men ishildiman. Men ishildiman. Men ishildiman. Men. Raqamli televizor o'rnatadigan pulni yana kim bermadi? Ha? Siz ishilding. Kino ko'ryapman-ku mana. Kino ko'ryapsan? Jamiyatning keyinda qapsizlar, to'rda televizordagi dimojik programmalar bor ekan emasmi? Buni bilamsizlar. Bir tarafdan kino ko'rgach, yana bir tarafdan to'rdoshlar bilan paranglаш qilib bo'ladi ekan emasmi? Bu kino ajab payz ekan. Yüzlerce qismliq kinoni boshlab oldingmi? Xotirjam bo'lg'in, ko'rib bo'lay deb qoldim. Men ko'rib bo'lay dedingmi? Ha, birinchi qismini ko'rib bo'lay dedim.